Atrofingizda namoz o'qishga qiynalayotganlar bo'lsa, birodarim, bu videoni hoziroq u birodarlarimizga yubor. Oilangizdan birilar bo'lsa, bu videoni ularga yuborganingiz bilan namoz boshlasalar, ularning qilgan namozlari sizga savob keltiradi. Koinotda har narsani bir narsa uchun yaratgan Robbim sizni o'zi uchun yaratdi, namoz uchun yaratdi. Masalan, sizni menga $10 million qarzingiz bor. Aytsamki, birodarim, men juda ham boyman, seni juda ham yaxshi ko'raman. Shanba kuni soat 2 da uyimga kelsang, seni $10 million qarzingni o'chiraman desam, soat 2 da emas, kechasi bilan eshigim tagida bo'lasiz. Siz keldingiz deb qarzingizni o'chirish bilan qolmay, men sizga yana $10 milliard pul hadya qilsam, keyingi uchrashuvni so'raysiz, to'g'rimi? Butun umr minnatdor bo'lasiz. 500 yillik ibodatimiz bir ko'zimizning shukrini ado qila olmaydi. Butun koinotni Alloh biz uchun xizmatkor qildi. Albatta buni badalini Alloh so'raydi. Huzuriga borsangiz butun qarzingizni o'chirgani kabi, yana oxiratda trillionlarga ko'paytirib beradi. Bu daqiqalarni o'tkazib yuborish mumkin. Qarang, har azonda Alloh bizni namozga chaqirganida hayyalal falahni ayttiradi. Falah nima degani? Najot degani. Najotga shoshiling. Alloh sizni namozga chaqiryapti. Siz namozga bormaslik bilan jannat taklifnomasini yirtyapsiz. Jannatga chaqiryapman deyapti Alloh. Siz qiziqmayman deganday bo'lyapsiz. Namoz qilmaslik Allohning sevgisini iddao qilishning 180 gradus teskarisidir.